text box'da ishkini aldım. Mavi text box'ninki ko'rinishi altini tekshlik altiga shaklni girvaksiz shaklga ya girvakli shaklga to'sin bo'ldi, girvaksiz shaklga kelib qo'ydim, ha. Ondan keyin buning ichiga men xarakter yozib qo'yay. Muxtar Roziya deb qo'yay bo'ldi. Maningga menda bir narsa yozay. Agar shu text ishkining ichiga kirgizgan xarakterninki change yozay. Text ishkining ichiga kirgizgan xarakterninki o'ng tarafidan boshlab qaytgan 4 dona xarakteri text 1ninki ustidagi xarakterning o'ng tarafidan boshlab qaytgan 4 dona xarakteri bilan o'zaro teng bo'lsa, u holda qartni qo'zg'atib bersin. Agar ishkining tekstidagi 4 dona xarakter, ya'ni Roziya degani bo'lsin, teng bo'lsa, text 1ninki, textninki o'ng tarafidan boshlab 4 dona xarakterga. Bu holda shell sol and f shart oxirlashda programni qo'zg'atdim. Mavzusini qarab turinglar. Men Muxtar deb yozdim. Yaxshimi siz deb yozdim. Shundaqmi? Familiyangiz Rozi. Sen agar shuni yozishim qilib qartni qo'zg'ab bo'ldimi? Qo'zg'ab bo'ldi, ha, men qartni qo'zg'at. Agar ma'o unda bo'lmasa, Rozi bo'lmay mashaga boshqa harfni yozib qo'ygan bo'lsam, qo'zg'atmaydi. Endi buning oqisiga mo'ni qo'shib qo'ysam, agar mo deganni qo'shib qo'ysam, qartni qo'zg'atmaydi. Ya'ni masalan, men o'zgarish bog'i mo'ni qo'shib qo'ydim, o'zgartmadi. Chunki men yerdan qaytus 4 ni ma 4 bo'lib qoldi. Imo Roziga tengmi? Teng emas, shuni qaytmaydi. O'ng tarafdan qaytgan xarakter. Ustidagi text boxga soat chiqib to'xtovsiz aylanib tursin. Ostidagi text boxda biz belgilab qo'ygan vaqt bo'lsin. Soatninki eng oxirdagi sekund bilan biz belgilab qo'ygan ikki xonalik son o'zaro mos kelib qolsa, qartni qo'zg'atib etsin yoki ma'lum bir narsani ijro qilib etsin degan-da. Text boxdan birini oldim. Mening soat chiqib turdi text 1ga. Timerni oldim shuning uchun. Soatni ishlash uchun timer, ya'ni soat kontrolini ishlatamiz. Intervalni 1000 qilib qo'ydim. Har bir sekund degan gap ma'o. 1000 bo'lsa har bir sekund, 100 bo'lsa har sekundning 10dan 1 deganni ko'rsatadi. Shuning uchun 1000 ni oldim. Timerning timer degan hadisi, ya'ni navbatdagi soatning soat hadisiga bunda program yozaman. Text 1ninki text deganim teng time. Time deganning soat degan funksiya bu bir. Men programni qo'zg'atsam, buyaga soat chiqadi. Mening maqsadim eng oxirdagi sekundga men ma'lum ekstramkisiga kirgizib qo'ygan son o'zaro udul kelib qolsa, undan keyin ma'lum bir narsani qo'zg'atib etsin degandim, ha? Udul kelib qolsa bir narsani qo'zg'atib etsin degandim. Mashinaning ichiga yana timerning timer hadisiga yozma. Agar text 2ninki teksti teng bo'lmasa bo'shliqqa u holda. Bu yerdagi teng bo'lmasa degan munosabat ifodasi-ku. Teng bo'lmasa deb munosabatni ifodalab keldik. Teng bo'lmasa holda ham agar text 1ninki tekstning eng oxirisi bo'lsa, mayan tarafdan o'ng tarafdan sanayman ekan-ku. Eng oxirisi. Buningga o'ng tarafdan o'rgangan right ni ishlashsak bo'ldi. O'ng tarafdan kelgan ikki xarakteri teng bo'lsa, text 2ninki tekstiga u holda shell sol qartni qo'zg'atib bersin, yana and f. Agar bo'shunma text 1ning ichiga hozir text 1ning text 2ning teksti bo'shunmasa degan toq. Agar bo'sh bo'lib qolib qolsa, msg box text 2ninki ichi bo'sh bo'lmasin deb yozib qo'ydim, ha? Bo'sh bo'lmasin text 2ninki set box. Ya'ni nur belgin text 2ga yetkazib and f shart oxirlashsin dedim. Programni qo'zg'atdim.
Hozir tekst ishkining ichi bo'sh-ku. Tekst ishkining ichi bo'sh bo'lmasin deb nur belgini mayaga yo'tkab berdimi? Men bu yerga hamda 25 deb kirgizib qo'ydim. Maya qarab turinglar, qart qo'zg'amdi yo'qmi? 25 mos kelganda. Qart qo'zg'aldimi? Qart qo'zg'aldi. Shundoq belgilaymiz. Har bir sekundda bir qatam davrilanganlik uchun biz shu 1 sekund ichida ma'o tekst ishkining ichiga bir narsa kirgizamisak, yana xatolik uchur chiqarib oldi ekan, shundaqmi? Buni hal qilishning yo'li oson. Agar bo'shib qolib qolsa, mana timer 1ninki ishlash altini ishlamaslikka o'tkazib enable degan nima edi? Ishlaydigan holatda, ishlayotgan edi, ishlamaslik qilib etsin. Hozir men nur belgini yo'tkab berdik, endi qanchalik tursak mayli. Biroq men ma'noshlik son kirgizsam, soat mengish kerak-da, shundaqmi? Unda bo'lsa, bu mengish uchun ma'noshlik son kirgizgan vaqtda nimasi o'zgardi? Qaysi hadisi yuz berdi? Change hadisi yuz berdi. Unda bo'lganda timer change hadisiga timer 1ninki enable signalimiz teng true deb qo'yamiz. Programni qo'zg'atdik. Hozir nur belgini nima qildi? Soat mangdimi, mangmidi? Mananga 45 qilib qo'yay. Mangdimi? Qart qo'zg'aldi mana. Ma program umum jihatda mundaq. Eng avval timerning timer hadisi yuz berdi. Har sekund bir qatim tekshirdik-ku. Endi biz ma text birninki textni time bo'lsin degan ma'vo bir funksiya bo'lmi? Vaqtga munosabatli funksiya tex so'zlamadik. Soatni chiqarib turdi. Endi programni qo'zg'atsam chiqqan soat shu. Soatni chiqadi-ku. Ma'vo bir shart jumlasi, ya'ni qatma-qat kelgan shart jumlasi ma'vo. Birinchi shart cho'qim mush tekst birning ichiga qo'shtirnoq degan xarakter belgisi-ku, ichi quruq, hech nima yozilmagan kim bo'sh bo'lganlikni ko'rsatadi. Tekst birning ichi bo'sh bo'lmasa, ya'ni hech nima bo'lmagan ahvol bo'lmasa, bir narsa bo'lsa, ikkinchi shart jumlasini ijro qiladi. Ma shart jumlasini mayani ijro qiladi. Ma endi f ga cho'g'a ya'ni. Agar ichi bo'sh bo'lmasa, ichida bir narsa bo'lsa, ma'ni ijro qiladi. Bo'sh bo'lib qolsa-chi, ma'ning ostiga atlab, ma'rliqni ijro qilmasdan elezning ostiga atlab mayani ijro qildi. Ya'ni timerning enablesini yolg'on qilib qo'yib turib, msg box, messenger box bu bir funksiya, buni tek so'zlamdik. Bir uchur ko'zniga chiqarib turdi. Ya'ni mundaq bassam, bo'sh vaqtida men uchur ko'zniga chiqadi-ku. Mush shu. Ondan keyin text ishkininki set funksiya. Fokus deganimizning fuqimizga mundaq apparatning fokus nuqtasini tangshaydigan fuqsida-ku. Ya'ni nur belgini text ishkining ichiga yo'tkazib deganni ko'rsatadi bir buyruq. Ma buyruq nur belgini text ishkining ichiga yo'tkazdi. Masalan, nur belga ma'ning ichida turdi birinchi ulab. Nur belga ayadi-ku, qo'zg'aldi, ma'ni bassam mayaga yo'tkilib ketdimi? Yo'tkalgandan keyin bu vaqtning ichida timer qanday bo'lib ketdi? Ishlamasi bo'lib ketdi. Ishlamasi bo'lib ketgandan keyin biz ma'u jazmlashtirish knopkasini bassaq, yo'tkab ma buyruq ijro bo'lmadi. Sababi ma shart uyg'un emas. Ham bu shart uyg'un bo'lsa, ikkinchi shartni tekshirdi. Bu birinchi shart uyg'un bo'lmay turib, xuddi talaning eshigini ochmay turib, mavining ishxonaning eshigini ocholmaysizlar-ku. Sirtning eshigini ochdinglar, endi ochqish sirtningga cho'ng zalning eshigini ochdinglar, ma'ning keldi. Navbat kichik ishxonaga. Ma ishxonaning ochqichi bormi yo'qmi? Buni surishtirsin, yanchig'ini aqtirsin degan gap. Ya'ni ekspertning tekstininki o'ng tarafidan boshlab ikki dona xarakter qaytsa, bu xarakter tekst ishkining ichidagi tekst bilan o'zaro teng bo'lsa, unda bo'lsa qartni qo'zg'atib deganni ko'rsatadi. Teng bo'lmasa, ma'm teng bo'lmasa, bu teng bo'lsa-mi, ma shart uyg'un bo'lmasa qartni qo'zg'atolmaydigan-ku. Ikki shart bir vaqt ijro bo'ladi. Endi agar biz maya kirgizishdan burunla ma'ni ishlamas qilib etgan bo'lsak, tabiiy ishlamas bo'lib ketadi zodi. Biz kirgizib qo'yib 1 sekund ichida u tekshirib qo'yo, ishlamas holatiga o'tib ketadi-ku. Tekstninki ichiga bir narsa yozgan vaqtimizda ishlash holatiga o'zgarib ketsin dedik. Hozir ishlamada soat mangmadi-ku. Men maya 32 ni kirgizdim, soat mangdi. Qartni qo'zg'adi normal. Mana qart. Agar buni o'chirib etsam, ma'ni yana ishlamaydi. Tekshirdi, mana bir tekshiriblam ishlamas holatiga o'tib oladi. Bugun so'zlaydiganimiz slatif funksiyalar. Men o'sha yerga print jumlasi orqali ash nemaga urib chiqarib beray. Print time forumni ustiga urib chiqarib berdi-ku. Time degan soat degan gap. Print now yil oy kun bilan soatning hammasini qo'shib degan gap. Endi ma'vo now deganimiz print
data desem ma print data deganim chislani chiqarib turdi. Ma'u soatni chiqarib turdi. Ma'u bo'lsa ma ikkisini chiqarib turdi. Yoki bo'lmasa print time'ning aqsiga ulab birman datani desam, hozir men ostidagi ikki qurg'i chiqadigan narsa o'xshash bo'ladi demoqchi. Buni loadga yozib qo'ydim. Men mani ko'chirib ilib, klikiga yozay meniki. Klik gadisiga yozdim, programni qo'zg'atdim. Birinchi qurg'i soat chiqish kerak-ku. Birinchi kuniga mana tushdan keyin soat 6 dan 4 minut 55 sekund o'tdi dedi. Ikkinchisiga chislar chiqish kerakdi. 2011-yil 3-oy 22 dedi. Uchinchisiga chislar bilan soat qo'shilib chiqish kerakdi. Avval soat, ondan keyin chislar. Mana ikkisini o'rnini almashtirib qo'ysak, novga o'xshash bo'ladi. Ya'ni 2011-yil 3-oyning 22-kuni 3dan keyin soat 6 dan 4 minut 55 sekund debdi. Ma bo'lsa o'rin almashib qopdi-ku aytdi. Ya'ni ma ikkisini mani mayaga yo'tkab qo'yganlar ish. Mana endi o'xshaganda. Endi print jumlasi orqali men oyni nima deymiz? Mashruga bumi yana oy deganimiz qaysini ichida bor? Data bilan nowning ichida bor shundaymi? Datani olsaqmi bo'ladi yoki bo'lmasa print orqali hozir deganni olsaqmi bo'ladi. Programni qo'zg'atsam yana ikkisini qaytaradigan o'xshash. Hozir nechinchi oy? 2011-yil 3-oy demoqchi. Endi 3-oydan keyin qaysi qoldi? Chislaq munosabatlik narsadan kun qoldi. Print orqali manimi? Bumi data bilan nowning ichida bor. Buni o'xshashlar yozib qo'yay. Xalqan birsini ishlatsanglar bo'ladi demoqchi. Programni qo'zg'atsam 2011-yil 3-oyning 22-kuni deb chiqdi shundaqmi? Demak, ma'u oy, kun, yil va hozirgi vaqtga munosabatli ma'nosini tushundingmi? Buningdan boshqa yana yil deydigan birisi bor. Yana print orqali yilni chiqarib beray. Yil degan gap qolma inglizcha. Bu yil nimaning ichida? Ma ustidagi narsaning qaysi ichida qaysida yil bor? Navning ichida bor, yana-chi dataning ichida bor, ikkisining ichida yilning narsasi bor. Shuning banasidan qaytarib turdi. Yana yoki navni yozsammi bo'ladi? Yoki bo'lmasa print year data deganni yozsammi bo'ladi. Ikkilisining qaytaradigan qimmati o'xshash bo'ladi. Qarab turinglar. 5-6-qurg'i 2011 deganni qaytarib turadi. Qaysini yozsanglar bo'ladi. Biroq eklab mayag time ni yozib qo'ysanglar, time degandan keyin soat, minut, sekund va yil yo'q. Shuni yilni qaytara olmaydi. Qaytaradigan narsaning bosh yil va narsani mayag yozib bersizlar, undan keyin qaytarib berdi. Ma yerini tushundinglarmi? Yilni qaytardi. Print time deyman. Print time. Bu time deganimiz nima edi? Soatni qaytardi, ya'ni vaqtni. Navbatdagi vaqtni. Soat necha bo'ldi, nechadan necha minut o'tdi degan. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atib, mana bassam, mana soatni qaytarib beryapti. Demak, time degan funksiya soat qaytaradigan funksiya. Buning ichida sekund, minut, soat degan 3 xil parametr bor. 3 xil parametrni bir vaqtda qaytarib beradi. Time bilan aplish baqlamamda. Time bilan aplashsak print soat degan nima deymiz? Unda bu soatni qaytarish uchun chuqum soat va narsaning ichidan qaytardi. Time deganimiz soat, minut, sekund 3 yil narsa bor-ku. Shuning ichidan soatni qaytarib bersin dedim. Programni qo'zg'atib bassam, hozir soat 18 o'tdi. Ya qarsam 18 dan 15 o'tyapti-ku. Endi minutni qaytarib baqay. Minut bu time'ning ichidan qaytarildi-ku. Programni qo'zg'atdim. Hozir 15 ekan. 18 dan 15 minut o'tdi degan shu-ku, o'xshash. Endi sekundni qaytarib baqaylik. Sekundmi time'ning ichida-ku. Programni qo'zg'atdim, bosdim. Hozir 18 dan 15 minut 57 sekund o'tdi. Mana kelesini qilib qo'yay. Ana 16 dan 9, 16 dan 13 sekund, 14, 15 mındaq. Har bir bassam o'zgaryapti-ku.
o'zgarib turdi degan gap. Hem biz saatning aldınqı qitimlikdek saatning eng oxirgi 2 harfini yoki o'ngdan sanalgan ikkisini, soldan sanalgan ikkisini deb avar olmasak mı bo'ldi ekan-ku? Maning orqali sekundni qaytariblam, shu sekundga biz kirgizgan san teng bo'lsa, qo'zg'atadiganni qo'zg'at desakli bo'ldi ekan-ku. Timerdan birini oldim. Timerning intervali 1000 bo'ldi. Forumga sekund chiqib tursin. Maning bilan teng bo'lsa, mush ko'znekni taqib etsin degan bo'lsam, qanday yozaman? Avval programni nega yozmay, loadga yozamdimi, timerga yozamdim. Timerga yozamda davos yozay. Forum birning nimasi? Caption deganim teng. Time ni yozaman. Bu forumning captioniga sekundni chiqardi. Endi men maya kirgizgan narsa bilan shu teng bo'lib qolsa, text birninki teksti teng bo'lsa, forum birning nimasiga? Captioniga u holda men chekinib ketsin dedim ko'znekni. Unload me and the F bo'lsin. Shundaqmi? Programni qo'zg'atdim. Mayaga kirgizib qo'yay 50 gini. Chekinib ketdimi? Chekinib ketdi degan gap. Ham buningdan boshqa yana hafta va hafta deydigan bir narsa bor. Hafta. Yoki mo bugun haftaning qanchinchi kuni deydigan shundaqmi? Unda bo'lsa men buni print orqali deydiganimiz haftaning kuni degan gap-ku. Unda bo'lsa haftaning kuni qaysining ichida bo'ladi? Dataning ichidami yoki kunning ichidami? Data deb yozib baqaya, men avval yozib beqib ko'rib baqalay, bormi yo'qmi? Da bassam 3 chiqib qoldi shundaqmi? Bugun kuniga nima etdi? Bugun seshanba bitti. Ammo u yakshanbani 1, dushanbani 2, seshanbani 3 deb hisoblab 3 chiqiribdi. Bugun 3-kun ekan. Ham buningdan boshqa yana masalan mayaga mandaq kirgizsanglar bo'ladi. Ma 15 mi aytdan 3 bo'lib qolayotgan, biz buni O2 qilib qo'yaylik. Qisam aytdan 7si. Shundaqmi? Shanba kuni aytdan 7si deb chiqarib berdi. Ammo shu daydan boshqa yana weekdaydan boshqa yana weekday name deydigan bir so'z print. Weekdayni aniqlash uchun dataning ichida aniqlagandim-ku. Ma'qul aniqlab berman, programni qo'zg'atib bassam, haftaning nechisi deydi? 2. Haftaning 2si deydi. Endi oy deydigan narsani deb bo'ldik, shundaymi? Endi biz oyninki nomini tep baqilay. Month name. Xato yozibman-ku. Avval oyning qaysi oy ekanligini aniqlab berganing yo'q, undan keyin ismini tepralaydi-ku. Davasa oy deganimizni nima bilan ifodalaydik? Month orqali uni nimaning ichidan oldik? Dataning ichidan oldik, shundaqmi? Ma'vo xenzuchis kirib qoldi mayaga. Ham programni qo'zg'atsam, nechinchi oy ekanligini deb berdi. 3-oy ekan-ku? 3-oy.